Assalamualaikum hurmatli obunachilar. Bugün sizlarga zamonaviy tandırlarına, köşme tandırlar hakkında ma'lumot beramiz. Bugün Suhrab ustaga geldik. Usta, bu tandırlar hakkında ma'lumot bering. 200'lik bir çok anlatıldı. Buna somsa yapamam deseler 35 somsa sıgadı. Nandan 4 tane sıgadı. Yekuşkeden 7-8 sıgadı bana. Bizden Xorazm'dan 4 sıgadı. G'ildiraklar ham katta ekan-ku bu. Buna gıldırakları az kattaroq dedik ima gelmez. Ima göstermez. Yani bular ulu gıldırak ko'pmiz. Hem bularga qaraganda bo'lmira. Bularga 50 somsa sıgadı. Necha non sig'adi? Nandan 5-6 sıgadı. Bizden Xorazm'dan. Yekuşkede 7-8 ponni sıgadı. Ishlar ham qiyib ko'zul-ku. Hava, bular kızıl bol turan sebebi 22 gradus yapışık çıkan. Onu doğru nan yapıp verdiler. Doğru olib borib, dastlabki nelar adam bo'ladi? Dastlabki 12 ular tabi. Bular bakasın aytib o'tkazsa, bular 1 milyon 300'den, bular 1 milyon 400'den. Keyin bular qimmat dediler, bu 100% pishgan, 1 ga 2 ga 3 ga o'tkazib o'tiribman dediler. Shuning uchun tayyor narsa bo'lgani uchun puli qimmat bo'ladi. Yine bana yemendi şişek mozaika zo'r ekan, lekin yemendi tandır holat turibman deganlar uchun ham mozaikalarni bosib qo'yamiz. Mozaikani farqi yo'q. Yani bu mozaikani buna basib ber deseler, bu mozaikani buna basib ber deseler basib beraveradi. Bemalol telefon veradilar. Keyin bu tandırlar Bunda nechaga? katta tandırlarımız var. Bular 60-70 so'msa sigadi. Nondan bizning Xorazmdan 6-7 sigadi. İşlerini nasıl ben? İşlerinden yine bemalol göradi. Sharoratdan urib tayyor tutib bo'ladi. Hammasi sharorat suriladi. Hammasini olib borib berasizlar, sharavarlarni urib. Hammasi sharorat urib turadi. Bularning narxi necha so'm? Bular narxini desak, 600 ming so'm bo'ladi. Ya, mozaikalar sen görsün bana. Mozaikalarni ko'rsatyapman. shishaga tip, bu novi pechlisi o'xshaydi bu. Yo'q, pechlisi emas bu. Bu nejavika tovar bu. Bu naqshini ko'rib ko'p odam pechlisida bo'ladi, lekin bu nejavika tovar zanglamaydi bu. 100%. Ne görüyoruz, hurmatli obunachilar, bu necha tandir bu? Bunda katta tandirimiz bor. 100 so'm sotiladi mana. Bizning Xorazmdan 12 cho'rak. Bu narsalar novi ishlar bu. Bu narsalar bonus. Bunda rapidasi bor. Bunda somsalar o'rni bor, uzat o'rni bor. Bu tovuq baliq pishirmaka, dumlamaka 3 tandirning ichiga soladilar, yo'g'otgandan keyin ponni pishirib beradi. Bu endi hamma tandira qo'shib beriladigan shu podachalar. Shu bonus, shu deb qo'yadilar. Bularning narxi necha so'm? Bundan sonrası 2 milyondan bor. Bu endi Qoraqalpoq, Xorazm, Arya 12 viloyat hamma yerga chiqarasizlar. Hala yere chiqarib beradi. Yine hurmatli obunachilar, ko'raverasizlar tandirlarni. Keyin shunday mozaika tandırlayına, zamonaviy tandırlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Ustayna zakaz qarab ulu tandır navoxonalar ham ishga beradi yine. Ko'raverasizlar. Xorazm, Qoraqalpoqda farq kurtlarchalar. Bizlar shu qadar tandırlar. Bulara necha so'msa sig'adi endi? Bular har xili. Bular ko'pinchalar yapmaga ketadi. Yani bu navoxonalar katta 1 metrlik, 120lik har xili. Bunu kichkinalar bahasi o'zgaraveradi. 400 ming so'mdan tutib 800 ming so'mgacha. Bularni ko'rib berishlar necha so'm bo'ladi? 200 ming so'm bilan kurtlarchi. Garantiyativ, zakonativ kurtlar. Ondan tandırlar var ekan, ular necha razmerda bo'ladi? Bular kichkina tandırlarimiz, o'rtacha tandir. Ona 12 cho'rak yashil sigadi. Yine hurmatli obunachilar, kulol tandırlar ham bor, mozaika tandırlar ham bor. Kimga kerak bo'lsa tandırlar ko'p, murojaat qilaverasizlar.